Salam halqam, mən Güliz. Mən kəldimnin ikkinchi qismi. Aralaqda bir məzgil ötübdü. Çünki şərait olmağan ekan, vaqt çıxmağan ekan, qılamdım. Şoňa çaşırım qılaymaqan. Amma hazır yerim kechi bir bulayda qalamasmı? Onun üçün arğançılıqda, qiyarlıqda, səlbət bən şərait oqagan. Azraq qaş gözüm çıxdım toğrışınasla. Sət görüm qomaydı. Sətməməsdıq faqat qiyardıq debçi. Şundan köpçükə bayramlar mübarək bolsun. Onun üçün pek çıxışlar işlər bulub getdi. Torlarda cengi cədəllər bulub getdi. Mən o bəzi kiçik aldığım video degəndək bir bal bilan onun üçün başqa bəzi kiçik şuntaklar şurqalar bilan torjan qılışıb getdim. Bəzilərin işini oxumayman, amma köpünsünün işi şuna yaş. Gəplərin yaş çıxıb durdu. Facebook'ның arxivida yaşlıqı çıxıb durdu. 2000-dən keyinki bala yaşla adamın için durub. Şulardan eğizcan qıpmaya getdim. Bəzilən karımı deyib, əmdi bəzilən dəşətçilişmə getdi doktorda. Uyğurluqdan qıldan şini mözü soqaş cəngi cidal torda şu. Başlamış qılalayımız. Şunun onunki mən balıra şu getdim. Həm könglim yerimi boldu. Çünki ularning ağzından chiqqan gaplar ishqilab adamning chidog'isiz, lekin onun ba'zilarining gaplaridan zehni ichlay deydi, lekin yana ketib qoldi bir yoqlarga. Bu nimani bildirdi desa, shu ba'zi yoshlar haqiqatan qalti shunchalik burilib ketibdiki, gap o'tmadi ekan. Ya asos yo'q. Ya deydigan ilqi o'tirqida asos yo'q yoki o'z qarashini aniq isbotlamaydi, og'zini chiqsiltilab. Og'zini chiqsiltiladi. Haqorat. Voy buni deb unda o'kibsa kapr o bo'la deb ayron qildim-da endi unga. Oke ba'zilari to'g'ri yo'sinda gap qilib, azroq shu chidavasak, azroq tirishvasak, cho'nglar, bizlar va bizning cho'nglar. Qalsa ichilgan yoshlar bor ekan. Uningki qag'ay ba'zi yoshlarimiz, lekin ideyasi ilg'orroqlar bor ekan, ilqi jiqroq ko'rgan, o'ylangan ashta yoshlar bor ekan. Ba'zi shulardan ashta zehni ochiq yoshlarni bilan paranglashib, ularningki xabarlarini ko'rib, ideyasini ko'rib, umid his qildim. Lekin ma bolalardan shunchalik umidsizlik ham afsuslanib. Chunki bu yoshlar degan kechirlar, bu yoshlar degan Uyg'urlarning hozir va kelgusi emasmi? Uning uchun ular keyingi avlodlarni tarbiyalaydi emasmi? Şu an bu dağlıq şəxs qahraman, Amerikan qahramanı Charlie Kirk'ның maqsad nişanı şu yaşlarning ideyasini ichish. Çünki yoshlar şu Amerikaning kelgusi. On o'zi shunchalik yosh. Unki shuni deyman. Tirishsaq bo'ladi xalqimiz azroq birlashib, adolatni biroq qo'yib, fikr talablar bo'lsa, inkoslar bo'lsa yoki o'zining ko'z qarashi, o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lsa, adablar o'tirib qo'yib, faqat adabli gap qilamizmi? Tilmay o'zining ko'z qarashi o'tirib qo'yib, munda qo'shilmayman yoki munda deyishing xato degan gapni qila olsak yaxshi bo'ladi. Bu yoshlar ashta qilsa bo'ladi. Lekin unda emas. Nurg'un yoshlarda idisda shu qatmalik voqea har jihatdan qaymoqib ketgan. Shular bu qatmalik ularning erkin fikr qilish qobiliyatini istikini yatta yo'qotadi hozir. Agar siz erkin fikr qilish yoshlarda har qanday bir odam erkin fikr qilish, atrofliq ilqi qapasdan chiqib fikr qilish, unda istiki mengisi ashu zehni bo'lmasa, masalan tushangil bo'lmaydi, mazmundan tushangil bo'lmaydi, xabarlarni to'g'ri tushangil bo'lmaydi, analiz qilib bo'lmaydi, to'g'ri tushunmagan ekan.
Torxatın arıqıl bulmaydı. Arıqıl bulmaydı. Şundan kep çıqatqan jangi jadal uyg'uladi. Shunchalik afsunarliq. Ba'zi fikrlarimizning degandagiligi hissiyotchan so'zlarda faqatgina hissiyotchan so'zlar ashlarning shu uyg'urlarning shu qiliqlari shu so'zlarni Amerikada yoki dunyoda biz gapini qotgan so'zlarning qiliqlarini ilqi so'zlarni gadlantirib turdi. O'ncha chiqmas mele so'zlar chiqmasin degan gapim bor meni. Ashta chiqayotganligini gadlantirib turdi, isbotlab turibdi. Adamning ichini afsuslantirib. O so'zlarning olayligi shu asos yo'q. Faktlar bilan kar yo'q, reallik bilan kar yo'q. Tang tomalarga gap so'zlar tegib ketsalam ochiq gibi chiqib tushadigan. Buni men deblam tushib so'qash talash yomon gap qarat tatlablam mushblam mumkin yomon gas bir-birini etishblam. Shu xudiligi najar ishtixay qilmish shugo so'zlarning tavasdamlik. Hamma emas. Ko'p iliq ba'zilarda hamdi. Ular chaqada mitatu ular. Miyada Amerikaning ICE qonun ijro qiluvchilarni uni aytib buni aytib qarshi birgan vaqtlarda u najar ishtixarning ziyonkashga uchragan nadan yoshlar o'zini ayol qo'ygan bo'lib ko'pincha ayol bo'lgan erlar ham jins erlar jinsni o'zgartganlar chiqibdi mana shu bu yilmi bir ish bo'ldi maktablarni itib chirkovlarni itib dedik onun kelaqi ayolmi shu qonun ijro qiluvchilarning xizmatiga daxl tarz qilib mumkin soqchini besib o'tmoqchi bo'lganchada etildi buni ham inglizcha FAFO fuck around find out deydi o'zi ondan ko'rib o'zi topgan bolaga degandek nega bor edi vaga deb bu tamsil toza tushdiga shu FAFOga ochiq kulgan u shulan ashno o'xshash onga bu razil demokratiyaning so'zlarning shu qapoqlarning Amerikadagi deydigan gibi yoki dunyoga bo'lib Amerikaga chunki Amerikada ikkinchi nizam bor emasmi o'zi xo'da shular qurollar saqlayoladi shuning qarta deydigan tashviqotlar bor shu qurollarni cho'qim kontrol qilish kerak deb shunchalik dudlikda yoki dudlik hisobda aql sig'maydigan ish qurol o'zi etilib ketmaydi qurolni ishlatadigan kontrol qiladigan inson qurolni kontrol qilmaysiz insonni kontrol qilasiz insonning ish harakatlarini emas ish harakatlarini kontrol qilish kerak buning uchun ideyasini to'g'irlash kerak tarbiyalash kerak qonun emas o'g'itish kerak zehni ichish kerak adab axloq aqlli axloqni o'g'itish kerak maktab ota-ona hammasi mushta bu maqas ashanacha ishtiqaraqmining razil demokratiyaning oldam xalsiga tushib yuvosh yumshoq ularga nisbatan ular shu fikr qarshi turgan boshqalarga hammasiga bir yo'las bo'lib ular o'ziga ishda budu buni eng chong misoli isboti shu qurol emas odamni boshqarish kerak degan kontrol qilish kerak degan eng chong misoli shu Amerikada bizlar maslaga necha yil burun mashilqi nemishlagan ovchilar haqida Amerikaning ovchilar ishlari vaziyati ahvoli ovchilar qonuniy qatorlar to'g'ri mazmunlar ishlaganman shu ishlagan vaqtimda ishlaganman vaqtlar bo'lsa YouTube kanalini ko'rib qo'yganlar kichkina e'lon ishlab qo'ydim Gulus Media YouTube kanalim undan keyin shu Amerikaning ovchilar nimasida masalan mushilning o'zlar bizlar Amerikaliklar ovchilarni yaxshi ko'rdi u qurol yarog'ini faqat o'zi uchun qo'lda ishlatmaydi ovchilarni yaxshi ko'rdi musobaqalar va mahorat ko'rsatuvlar bor unki bular yovvoyi ko'payishi cho'ng bo'lishi uchun
qonun shakllab azab ketmasin qonun shakllab qonun chiqarib maxsus o'ylaydigan fasl bor. Onun boshqa vaqtlarda bo'lsa qonun ixlab hayvonlarni qo'llash kerak albatta. Shunga shu mushu 2026 yildagi o'ylash faslida shu oldin qamiki faslda 25 milliondan ortiq amerikaliklar ovchilik qilgan gap. Shuni ovchilik qilsa nima chiqdi? Bilsizlar, butun qurol yarog apmanglarga miltiq o'qiyalar bilan o'qlar bilan butun deymiz teraqlardan chiqdan gap. Ular qurolliqda hisobda. Shu 25 million ovchilik qilgan amerikaliklarning hech qanday ish keltirib chiqamadi. Bu nima bildirish? Shu odam qurol yarog'ni kontrol qilmaydi, odamni kontrol qilish kerak. Ammo shu hamjinslar nachar iftixor iqimining qurboni bo'lgan shu kishilar kechiringlar. Bir qancha kishilar ozda hamda yo'q, oz 25 milliondan oz demoqchiman. Shu odamlar mumkin beguna kichik odamlarni beka etadi. Faqat ko'z qarshi o'xshamalik uchun, uyushib olganlik uchun ularning slaydi, jinsni o'zgartgan slaydini, ularning fikriga qarshi turganlarni uyushulab ashtaqildi o'shmanlik bilan shu cherkovlarni, unganligi maktablarni shu qamlashmaganda kichik bolalar nima guna, kichik bolalar nima guna. Shu kasallik etadi. Shundaqla qurolni kontrol qilish kerak. Qurolni kontrol qilmaysiz, odamni kontrol qilish kerak. Shuna bo'ldi. Undan unda ancha-muncha qarab baqsammi, nachara iftixor iqimi mushta cho'ng bir nachar iqim bizda bor albatta. Baka. Ba'zi vaqtlar qarsam kuchayotgandek, ba'zi vaqtlar qarsam yo'qdek his qilma. Lekin liqi azaygandek his qilma, balki men chiq ko'rishim kerak. Lekin shu bolalarni ko'rib qolsam, to'rlarda yoki anglab qolsam, pek afsuslanaman. Bu dahshat nachar iqim bu. Buningga agishib ketganlar, buning qurboni bo'lib ketganlar pushaymon qildi aniqlar. Bunu nachar yeri bularning shu ularning avlodi bo'lsa, hamda keyingi bolalar bo'lsa yoki bo'lsa, u boshlar bo'lsa, bolalarni ashundaq ideyada cho'ng qilgan gap. Bu tarbiya degan, zehn degan bek muhim narsa. Xuddi nachar ota-onalar nachar bolalarni tarbiyalab qo'ygan ekan, shular damliq nachar ota-onalikni damliq nim qilmangdan gapda. Shu yaxshi ota-onalar yaxshi tarbiya qilsa, yaxshi bolalar yaxshi bo'lib damliq avlod qilmaganda demoqchiman. Şu aşını işlağı diqqat qilsak bo'ladi. Xalqimiz ota-onalar bolalarga ko'z quloq bo'linglar, maktabda nima o'tadi bilinglar, nimalarni ko'radi torlarda, kinolarda. Undan shu kimlar bilan aralashadi, undan shu telefonda ishlatgan bo'lsa, smartfon aqli telefonni ishlatgan bo'lsa, nimalarni ko'radi, nimalarni ishlatadi, nima o'yinlanadi degandek hamma narsaga ko'z quloq bo'lishimiz kerak kichikdan tortib. Mening bolam hamda kichik qo'yimda 6 yosh, lekin men hozir o'ylashdim, u 15, 17, 18 yoshgacha men aql telefon bagim yo'q. Shuni planlab bo'ldim men. Zarur bo'lsa, ahvol qaraymiz, lekin ish qilmay hargiz baldir bermayman. U aql telefon agar zarur bo'lib qolsa, nima telefon bermaylik. Odatda faqat paranglashadigan. Agar faqat berib qolsam, endi u keyingi planlar berib qolsam, ichidagi adrajiq applar bor, butun shu kontrol qilgan. Yoki bo'lmasa hech qanday narsa qajlamay degandek kontrol qilmay. Undan aldaqdim degandek hozir uyda turib maktabda o'qitadi. Endi shunga ko'z quloq bo'lish texim yaxshi bo'ldi. Nimani o'rgatadi texim ko'ralayman. Chunki u otliqi o'qitishlardan qo'pollik qilgan yoki boshqa balani bo'za qilgan yoki bo'lmasa ular nachar tamoqlar degandek hech qanday ahvollar yo'q bo'ldi. Xudo shukr. Mumkin bo'lsa shu bolamni tarbiyaga qiziqtirib qilib. Mumkin cho'qqim ota-onalar balanglar bilan obdan paranglashib, vaqt-vaqtida suhbatlashib turinglar, bir ahvolni bayqasanglar gap so'zlardan, kiyinishlardan, qiliqlardan,
darhol vaqtida tuztalasizlar. Onkin bunu da tepkide, onkin onunkin abay degandek yaşlar bilan u bu qilib to'latmushishib yurdik. Endi unumu menmu endi bo'ldi qilama. Ilqi tirkish bilmay. Oldingi videoda menmu toza tilda maqchan. Gap so'rim xil eg'ir qoldi, chunki bek eg'ir qoldi emas, musu qushlar lekin. Menmu diqqat qilayamdi, chunki nima bilan men cho'ng'anni o'zim tutulab yuray. Yo'q, shunamu ularga tang bo'lib bergan paysi yo'q. Lekin shu gap so'zlardan ba'zi yoshlarning men abay degandek shu azroqli qoldi, ichildigan boshqa yoshlar bor ekan. Shu qanday qilsam ashlarning kalsini ochalayman yoki qanday qilsak kiyimishi keyingi yoshlarning kalsi ichildi qanday qilsak deb shu bakliqi deymiz. Ash to'g'liq bek o'ylanmayman, chunki bu zehn ichilmasa cho'nglar qiyrotidi, ketadi, bizmi qiyrotimiz, ham ketimiz bir kuni birlik qilamdiq. Ma yoshlar bir ish qila olishi mumkin-da, kelgusida agar mendek mushta o'y bo'lmasa, biz hammamiz abobda deb yashsak, sharoitimiz mangu o'zgarmaydi. Yo'qolish tezligimiz tezlashdiki mangu o'zgarmaydi. Ma iroqlarning ahvolini bildinglar. Dunyodagi iroqlar Amerikadagilar emas. Amerikada 100 ming ishib ketgan iroqlar minnatdorlik bildirib ko'chalarda namoyish qiladi. Ma dunyodigilarning shunchalik ko'p. Dunyoda shunacha iroqlar bor ekan. Iranning o'zida emas, albatta. Iqtisodiyotchi. İranlıq çəteldə köçmə olub çıxıb İranlılar aşlar degan shu Amerikanın prezidenti rahmat etib işte nim qotqan ilqi namoyishlar var shundaq hayvatlik odamning chiqlig'ida nishon bir bayroq bir odamning chiqlig'ida chiqayotgan maqsad bir shu birlikni ko'rib hayajonlanib men mushta mazmunni taqatdim. Ham buning qata bir hukumimizning degan gibi hayajonlanishningligi nimasi yo'q deb. Oke, ba'zilar to Amerikani bek maqtaysiz deb. Ba'zilar deb to bu namoyish qilgan iroqlarni munofiq deb. Zoti bir-biriga haqiqatga aqlga uyg'un kelmaydigan gap so'zlarmi bu shu? Vijdoni bor Uyg'urning har bir Uyg'ur mencha bo'lsa, vijdoni bor zehni ochiq har bir Uyg'ur ashundaq esl ko'rinishlarni ko'rsa, hayajonlansa nim bo'lgani. Chunki o'xshamaydigan millat, ammo o'xshash bir vaziyat borda bizda. Ularmi qirilyotdi. Hukumatlar aslida. Ham ularning farqi shu, ular o'zining davlatiga. Til yo'qolib ketmaydigan bo'lsa, bizmi o'xshashqa mustamlika asida. Bizning texmi yig'at, chunki bizni mustamlika qilgan. Bizning tilimizni buzatdi. Kimligimizni buzatdi. Zo'rlab changlashtiradi. Kichik bolalar, yoshlar og'iz chiqsliq deydi gap. U o'g'inish qapaz zindon texchi buchoq. Shu bizning texmi yig'irg'i. Shunga iroqlarning chetaldagi iroqlarning shunchalik minnat o'zi qilamidi, haqiqatan endi haqiqatqo ichliklarim qilamidi, teshliklarim qaromdi. Lekin mush Amerika yordam qilib quvvatli zolimlarni yo'qotganchada teshliklar qo'zilib birlashib rahmat etib besh bu ma'noda minnatdorlik etib, chunki ular bildi o'z qilamidi. Minnatdorlikni bildirganchada shu mazmunda qolsam, yana shu ba'zi ahmoq yoshlarimiz, fikrimiz yana gibi vakana. Uni mundab qitilgandan ishkuchi vaqa qag'ilirga qo'ymoqchiman. Meni yilqi bütün nimlarni chiqaradiganligini jiq ko'rmaydiqchi mening nimlarimni. Ko'rdan bir qancha bor qiziq ba'zi yoshlarimiz tilab turib ko'rdi, ba'zi yoshlarimiz shu ideyasi asli qoldi o'chilganga. Shular ko'rdi, qag'inlar az qo'laydiganlar.
shu ko'rinishlar hatto yosh kelib ketdi mening shu ko'rinishlarni ko'rib kelib ketdi yaqin kelib ketdi yaqin emas kelib ketdi unga ba'zi mazmunlar bor ba'zi shu ironlik amerikalik iroqlarning degan gaplar bor ba'zi xabarlar bor masalan shu irondagi ilqi tadribiy chempioni ekan olqa chilishmi ara 19 yoshli balki onun qo'shib 2 yosh bola 20 yoshdan oldi geynik shularni mudarg'isdi chunki namoyish qadashganlik uchun ular ham danliq tadribiy shaxslar yoshlar bo'lgandan keyin ularni nim qildi ularni xabari cho'ng ammo xabar berilmagan 30 mingdan ortiq iroqlarni qiratigo nima qilganlik uchun ya qo'lda tayoqni sunduqi qurol degan yo'qlar faqat namoyish qilganlik uchun erkinlik uchun to'lg'an erkinlik deb to'lg'anlik uchun eng qiynalgan ayollar va bolalar uchun erkinlik uchun gap qilganlik uchun qirilib ketdi. Ashundaq zalimlarni yo'qotsa, mumkin bu iroqliklar minnatdorlik bildirsa, o'zi yo'qotolmagandan Amerika xutbadi minnatdorlik bildirsa, qandoq shu iroqliklar meni apildi. Zehn inchilmasa qan u millat qutsush mustaqillik dengib emas. Hech qanday narsani so'z ochiq qilmaydi. Buni nimishqa diqqat qilmaydiganimiz. Ashu ko'pincha xalqimizning zehni ochiqdim zehni qamoqtirgan deyishimga sabab gap so'zlardan ya asos yo'q ko'rgan xabarlar yolg'on xabarlar ya manbasi yo'q yoki yolg'on xabarlar demokratik masaladan saxta medialarning shunchalik pul to'lab ishlaydigan xabarlar yo'qlar dunyoning ko'zini bo'yaydigan undan keyin shu xabarlarni ko'zmi o'ylamaydiganlar qaysi bir dahshat kulgili bir xabar chiqdi to'rdan bunday yuz qo'ygan xabarmi yoki zanglik qilibmi bir xabar chiqdi bu So'zlarning Amerikadagi podsho yo'q degan namoyishga 1 milliarddan odam chiqdi shunchalik darajada ichinchlik bichara shunchalik darajada yetganda bu demokratlarning so'zlarning holi soxta xabarlari bu butun dunyo xalqini o'ziga o'xshab o'tchalamdi Amerikaning nopozara 300 million desa ondan keyin bir to'rt tashlabdi bu Amerika Ironga hujum qo'zg'ab kichik bolalarni maktablarni portlab o'tiradi deb bu qanday xabar menga avati tansam gap yo'q yolg'on xabarlar agar rost bo'lib qolsa ularni baqichin kichik bolani keyin o'tib olganda manchus inniqli yolg'on ya undan gapning xabari yo'q manbasi yo'q reallikqa nimaga qat'iy uyg'un kelmaydi ironliklar qo'llab-quvvatlab to'xtamay yordam talab qiladi ular biz bunday yordam qilishga boshladi xo'shulab undan birinchi to'xtamay yordam chaqirib dunyoni Amerika davlati shunchalik namoyish qilsa dahshat qilib ketdi 30 mingdan ortiq odam shunchalik qisqa vaqt ichida undoq hukumat degan inoqlar diktator zolim hukumatda Hem ularni bir bilib zamlarni yo'qotsa, bu ironliklar minnatdorligini bildirsa, qutqizuvchiga qanday munofiq bo'ldi. Onun ki ma miyada bir rasm chiqib qoldi, aniqlar. Pacha yo'q degan namoyish chiqqan bir kichik bola, yoshli bir qizalga. Qarmoq ispaniyalik turamdi, meksikalik turamdi, uqmayman. Trumpni qo'l qilish kerak degan kiyim deb yozilgan maygani kiyib olgan qizalni qo'lg'abdi. Aniqli pacha raqib nima bunda adashganlikni tutish kerak aniqlar. Unga sizlar qaysi namoyish ko'rayotgansizlar uqmayman. Bu reallikdagi namoyishlar mush so'zlarni qilayotganligi nadigiligi mashlan to'sish albatta. İştem qilmagan xalqning yo'lini to'sish namoyish shu. Unga shu binolarni chiqish, yo'llarni buzish, unga o'nchilardan so'qishish degandek. Unga qara so'zlar chiqib olgan narsalar. Amki maqtim qim shu mushta shurkalardan boshqa, bana o'xshash qapoq shurkalardan boshqa qeri buvay momaylarni tatib chiqibdi-da, ularga shu
pul bermiz chiqmaydi albatta. Chiqibdi-da. Unga hattaligi nimada o'tdagan chiqibdi. Асы орнықта o'tdagan odamlardan chiqdi. Ularni chiqarsa birsi ko'plab odam topolmali qiynaqlar. Yana birsi u qiylan chiqarib qo'ysa shu sochlar uncha chiqib ketmaydi albatta. Unga ularning chiqargan narsalari, yozgan xatlari, prezident qilgan haqoratlari, o'nchilar qilgan haqoratlari. Desperate deymiz, shunchalik umsiz ketgan razil sulchilar. Nanga shu pul to'lab turib, odam yig'ib turib nim qilgan. Unga qaymoqib ketgan qapoq sulchilar shu chiqayli deb. Ajoyib, dunyo ajoyib, lekin qiziqarli. Lekin bu haqiqiy nimada, nimada. Haqiqiy o'yinchilardan solchilarning solishtirmasida men bir jadval bor. Rasm baka, shuni nima qilib qo'ygandim. O'yinchilardan solchilarning solishtirmasida ma'voda 2024-yildagi rasmga qizlarning ko'pligini bilganlar, ko'kraklarning azroq oxiranlar qachonlik independent bilan tashmaydilar uchun. Mushun yo'llab qo'ysam, mushum gap qilgan yoshlar borda. Qaranglar shu qizlarning shu chopni qo'llaydiganlar. Unga qaysi bir Amerikalikning degan gapi bo'yicha Amerikadagi 16% nopus shu razil demoqchilar so'zlar qamaqani najr ishtiroqimdagi qapoqlar hammasi Amerikaning 90%lik masalasini qilmaqachon chiqaradilar. Qolganlar-chi? Qolganlar men o'nchi deb qo'ymay o'zimni o'nchiman. Ham qolgan o'nchilar qilgan xizmatlar bor, boqadigan oilasi bor. Xizmati bor. Bular o'xshash kun chiqib nim qilmaydi, ham qolisi yo'q. Bular vaqtini chiqarib ishlagan vaqtlarda qildi. Qilgandimi? Keyin sirratlik Amerika bayrog'i. Uningkin adablik yo'lni to'smaydi. Qapoqlar o'xshash. Normal tinchlik namoyishlar qildi. Lekin bu so'zlarchi qilgan ishi shu buzib chiqish, urush tilash, so'qash, haqoratlar. Uningkin qaysi bir mustaqil jurnalistlar muxbirlarning xabarlari bor, o'zlari mustaqil qilgan chiqiblam naq maydonda uni naq maydon qilgandan keyin saxt xabarlardek CNN yoki ABC, MSNBC degandek, BBC degandek saxt xabarlar o'xshash yasab chaplab oldi keyinni takrorlab qilish mumkin emas-da. Reallikni aplab naq maydonda qilganlar ashlan ichida shunda bir muncha xatolar ketsa. Bu qandoq qilganchada xalqimizning bo'lib yoshlarning kelgusi Uyg'urning kelgusi bo'lgan shu yoshlarning keyingi avlodlarni yetishtiradigan shu yosh ota-onalarning qandoq qilgancha ichib, ko'zini ichib shu razil demokratlarning razil kommunistchi, sotsialchi, o'chi, bo'chi, eski musulmonlarning o'zining niyatining aqliy nishonini bilishganligini bildirgillar. Yaxshi o'ylaylik, bularning maqsadi bir, qilayotgan ishi bir. Aqalli maqsadi bir. Kontrol qilish, boshqarish, zo'ravonlik qilish, qirish. Onlarga balod qilgan bechora ayollar va bolalarni bozor qilish, o'ldirish. Qilayotgan ishlari jinoyatlar o'xshashgan-ku. O'xshash bo'lgandan keyin, ondan keyin buni o'zini qo'llab-quvvatlash uchun, o'zini kuchaytirish uchun, o'ziga bo'lgan qarshi kuchni azaytish uchun haqlarning qalbini burumlab, kichik yosh bolalarni kichikdan boshlab shu o'zining idisini tarbiyalab cho'ng qilib, o'zining kuchini keyingi varis, zolim varislarni yetildirdi. Kechiringlar, qanday qilsak mushuni oshqil bo'ldi, mush to'g'rilab bek o'ylashimiz kerak xalqimiz. Agar biz haqiqiy mushu mustaqillik yoki mushuliqi xalqimizni qutqizadigan hech manchada kimligimizni qutqizadigan, antilimizni qutqizadigan mushta aqalli nishonimiz bo'lsa, birinchi bo'lib mushu zikni ichish kerak.
Biz zehnini aşmasak birlik olmaydı. Çünkü bu meselen düşemeyen ki biz bireye kilemeyiz. Hemen biz hemmeye çeşitli ketken birisi anıga, birisi Arap, birisi Türk, birisi onuga, bununla nişan bir, kimlik bir boğanınken, akıllı maksat bir boğanınken, bireye kilemsek, hiç nima vücuduk çıkmaydı. Ben deyman Prezident Trump'a o'xshash yoki Robiroga o'xshash yoki Elon Muskdek bir odam chiqsa, umid botdi. Lekin ularmi chiqib qilmaydi, ularmi agashliklar bo'lib, masalan shu o'ngchilar qo'llab-quvvatlaydi oqida. Ha, anim demashdim, shu agar so'zlar mushtaq qilibas, agar iliqi vaziyat chiqsa, butun o'ngchilar chiqdan bo'lsa, iliqi ishga urish bo'ldi Amerikada. Lekin ular aldirab qo'ymaydi. Birinchidan mening ko'z qarshimda, birinchidan ular biladi oilasi ballarga iliqi xatarlik deb. Undan yana birisi ortiqdan tukishni xohlamaydi. Idispa da ig'ir besaq kamtar kalis uchuq Amerikalılar ashta ba ulanki ular agar ular qurol yaratlar ba albatta chiqsa vat baragin chiqaratmay albatta biz birlashgan bo'lsa. Lekin ular shu qurollarni o'chlar ashlan ügündü jaranda nimini ügündü desa shu bexatarlik ügündü ashular ügündü qandaq hurmat bilan o'chlik qilish hurmat bilan qurollar ishlatish bexatar qurollar ishlatish hamalas ügündü bilimlar ko'p bilim ko'p bo'lgancha ular kamtar dona o'zini tutgan uningdiki ular bu demokratlar ashunchalar chiriklik qilib ketgandan jabaloq ishlaydi ashlarning puli bilan mushta özlerine qo'sqin to'nlab chiriklik qilib yonchuq tiqib uningdiki shu o'zini qo'ldusin deb o'zining nimasi bo'yicha shulaqi qonunsiz ko'chmanlarni baqadan bo'lgan ekan bular jabaloq ishlaydi bularning xizmatlari bor kundalik valaqdan chiqolmaydi haq o'xshash chunki bular ham unda bular ham unda namoyish pul xashlab namoyish qildirib jamiyatni buzadigan maash harom bunda maash og'iz kelmaydi ham bir ish qitimliqlar maashda ular aralashmaydi ularga lekin agar vaziyat chiqsa mushundaq odamlarimiz chiqdan bo'lsa ko'pinchisi qurollarda Demokratlar yanmaydi. Şu an demokratlarning maqsadi qurollarni kontrol qilish. Bu Amerikaning tuzumda nizomi esilda, birinchi nizomi erkin so'zlash nizomi, ikkinchisi o'zni qo'g'dash nizomi. Erkin so'zlash huquqi, ikkinchi nizomi o'zni qo'g'dash huquqiga ega. O'zni qo'g'dash huquqi degani shu qurollar hisoblash. Uningdan bularning aqlli bundan nishoning kelishimi shularga agar hukumat burun iliqi bek zalinish bo'lsa bular ko'tarildi bular armiya kerak emas xalqning o'z armiya shundan qo'rqay deb o'ylayman aniqlar shu demokratlar bor kuch bilan qurollar ham to'smoqchi bo'ldi xalqlarni burmulab maktablarni shu nacha ishxonani kirgizib ishxonani kirgizib ularni ajrashib o'g'illarni shunchaki nacharlash yumshashtirib ojizlashtirib qizlarning ideyasini burab unga balla aldırış mening badnim mening tanlashim deb balla aldırış erkinligi deb kichik yosh qizlarning kalsin burmilib bal og'iz kelmaydigan deb ular nopas aziltib ashtaq qaysi bir to'rda bir odam degandek asli shu demokrat o'zini nopasini aziltadi oylar demokratlar so'lchilar o'zini nopas aziltadi chunki ular balsa bilqi bal aldırış qamraqda shuni qo'llaydi Onçlar tazı balını tazı çıqıbdı. Onçların adətdə çıx balları var. Solçlarına balları yox, vayimcəsilə balalanmağını ki, bal bir qaldı, onun ki, arxa cinətlərini ötküzdü. Saran, qapaq. Ne demişdim? Başta, Nahmay nöslüsü bek uzuluq, başta kəplər çıxıb diyene. Əgər bizim başta ziyan uçğumsa, biz heç qada qalalqi vücut chiqaramaymiz hech qanday mustaqillik emas xalqimiz qush emas hatto biz tilimizni saqlayamiz yerda chet tilda saqlayolmaymiz bunda o'rgan bunda bo'g'iltisak u amex ketadi mumkin shu to'rdashni da'vatqani bozorimiz kasat deb men alaqi gulisda degan bozorim albatta kasat oldianlar yo'q bir chet tillik oldi shundan o'g'illar olmaydi qat'iy ya qimmat bo'lish amamdi lekin uncha qimmat emas
qo'llab qo'llash sifatida olmaydi. Men bu yerda ilashmayapman, vaziyatda o'tmayman. Onki bir chet ellik oldi shu Amerikalik. Onu lekin hamda Uyg'urlar amman lekin bu ko'rishimiz to'lab ketgan ekan men shu vaziyat qarta inglizcha freedom degandek shu charlikni eslash. Mumkin boshqa Amerikaning nimalarini qilib qo'ydim. Hamda ashtaq bo'lsam ko'di bir Amerikalik oldi. Shu unki o'zimning nimalarini qilib o'zim nima qanchada so'zlayman deb ishiltma deb qildim. Alma. Lekin shu Shopify'ning shu spisini kirim yo'q. Chiqim bor shu spisiga men bikap to'latman shu. Shu bir gulistak boshda bir men shu so'zlab Uyg'urlar anlamaydi ham qo'liman amal yo'q. Inglizlar bilan nim qilib ham bishelik bo'ldik hamda kim balarim bishelik bo'ldi. Inglizimni ishlatib Instagramga 31,700 odam chiqibdi. Agar Instagram chekilmagan bo'lsa yana necha qadam keldi. Azroq chekladi ularni arkadaşlar emasdi. Ashta qilib yurib mana 31,700 amdilatdan mana yana chiqsa 50-60 mingga mening Instagram actionlar tiqa qilgan bo'lishinglar mumkin Uyg'urlar. Chiqirma shu Uyg'ur katlarni. Shunga mening azroq inglizni bekrak qilishim sabab shu. Odamni ko'paytib arlab muhim mazmun kelganchada Uyg'urni qutqizish kerak. Uyg'urni kommunizm andaq nachar, anda bundaq deb chiqib qo'ymay. Ko'rdash o'tsashmag'ada. Bunda bizninkida shu e'lon uningkin ma'lumotli Onundan şu alaqaya xalqlar amısmı şu dukanım saqlab qalğançada xalqlar meni dukanım ko'rganchada ko'rdi. Gülis degan logonun o'zi Uyg'urcha. Tushuntirishida Uyg'urcha gaplarni chiqarib o'tdim deyman. Lekin logolar bor, Uyg'urcha logolar bor, Uyg'ur naqshlari bor, loyihalar bor, setilgan. Tushuntirishda Uyg'urcha inglizcha xat bor. Torbatnanlıqımda ulanması aslı çıkılan Uyghur xatlar var. Onun da Uyghurçını çıkarttım deyman. Lekin İngilizce de Uyghurçını düşündürüp. Çünkü biz bilimiz bir-birimizde işte o. Mahsen şu çatal şu İngiliz turuyadi. İngiliz turuyadi qilib qo'ydim. Mahsen şu çatalga şu Uyghur qirg'inchiligini, Uyg'urda bir millatning borligini, tilning mavjudligini, mishta bir millatning borligini bildirish shu. Kechiringlar bu orqali Uyg'ur tuntish Uyg'urlik kimligini saqlab qolish. Dünyada. Aşınağın kiçikinin tökmem qo'shildi deb qarayman de. Xudoyim buyursa chiqroq, ayga shukurim bo'lsa chiqroq qilgan gap. Onun ekin chiqroq tilga olgan gap. Onun ekin kitoblarim shu ba'zi to'rdoshlarimizda kitob liq bazranskasa degan to'rdoshlarimizga ko'rayotgan bo'lsa kim deyotganini bildigan zaqchan. Shu tushuntirib qo'ydim. Kitoblarimga kelsak, bazram kasat kitoblarimiz kelsak oyda bir kitob sotiladi. Bazı ay setilmaydı, bazı 8 tal setildi. En köp setilen 8 tal. Onkin ayda şu 1 tal yoki 1 tal aşağı setiladi. Yo'qdan yaxshi. Ama hakikaten az. İşte o. Onun man kirib ketmaydi. Lekin Amazon'da aşağı Uyg'ur kitobdan 6 ishildim. 6 kitob bor da hisobda. Xalqlarımda izlab Amazon'da ko'rgan vaqtlarda ko'rindi. Kichkina to'kman bo'ldi deb o'ylayman. Onunkin nemishqa setilmaydi. Birinchidan men e'lonni jaqishlimadim. Qizim mening qildanishlarimcha onkin ham qirib qotma. Videolarni ishlab nim qilib bilamdim. Darslarni o'tib bilamdim. 6 kitobni o'tgan bo'ldi. Cho'qim qilaman, xudoyim buyursa tirishay. Onunkin muhim e'lonni ishlab bilamdim. Onun ki sebepler mening ko'z qarshimda shu Uyg'ur tilini qo'llanish azlab ketdi. Bolalar chet tilini o'rganadi chunki zaruriyat. Shu o'qitish az. Bu bir sabab bo'lishi mumkin. Mumkin Uyg'urlar men e'lonishni meniki bilmagan bo'lishi mumkin. Mumkin bu jihatga diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. Agar mumkin sal qarayotgan bo'lishi mumkin. Chunki ham o'qitish nimasi qiziqlikqa tushib ketadigan bo'lishi mumkin. Chunki agar o'qish qiziqlik bo'lsa izlaydi, Amazondan yoki har jihatlardan izlaydi kitobdan. Chunki men izlagan Amazon kitoblar bormi deb kitob ishlashni buni izlab Uyg'urda nima qilsam bakan to'q. Shunga agar shunda vaqtlar menikini Uyg'ur deb Amazondan izlasa yoki Torda izlasa chiqadi, mening kitobim chiqadi.
shunda har xil sabablar tufaylidan qo'llab-quvvatlashdan mumkin balkim ko'p bilmagandir. Onunkin qiziqlik yo'qolib ketayotganda, onunki shu nopozimiz azalab ketayotganda dunyoda. Shu oldinlar yo'q. Lekin voz kechmaymiz. Xudoyim bo'lsa shu kitob 6 kitobimni unki boshqa mazmunlarni davomli ishlasam, to'g'ri yo'llab qo'ysam, men o'ylab ketib qolsam bolam ko'ra, to'rda Uyg'ur tilining mazmunini ko'paytirib qo'yamiz. Yani sen shu zerib ketinglar, ammo haqiqat mushjatlarda Uyg'ur tilini saqlab qolinishida kichkina bo'lsin to'kpan bo'ldi mening. Razida. Shunga maqsad gapga asosiy mazmun kasam xalqimizning zehni qanday ish kerak? Xalqimiz qanday qilsak, mush Uyg'ur degan nomga salohiyatga yuz qilib, Uyg'ur deb tunji qitim davlat qurgan esil ajdodlarimiz yuz qilib, uyushish degan gap Uyg'ur degan shu nomga yuz qilib birlikka kelalaymiz. Bütün narsani unutib ketaylik, adavlatni unutib ketaylik. Bir-birimizni qaslaymaylik. Qaslashlarda oxirida ba'zi hukumimiz dedi menga faqat bu haqiqatni yoki bir ko'z qarash, o'xshamagan ko'z qarash o'tirib qo'yganligimiz uchunlar, reallikni o'tirib qo'yganligimiz uchunlar bir-birimizni qirmoqchi bular, qaslamoqchi, birma quvvatmoqchi. Menga dedi, "Xato nimaga so'qab qolding?" deb, "Menim ochim gaplarni nim qila olaydan" deb, shunda ochim gaplarni olsam, qaratlar, mumkin tahdidlar. Bu zalimlar oyoq tutsa, qotilimizlar oyoqda yayrab yuradi. Bizni qirayotgan birmilarga kuchi yetmay, hatto tilimi yetmay, hamma nimasi bizga yetadi ekan. Uyg'urning kuchi faqat Uyg'urga yetadi ekan. Nomus. Shularni qanday qilish kerak? Qanday qilsak zehni ichib nishon o'rtaq qila olamiz. Nishon o'rtaq, lekin yo'llar har xil. Nishonimiz o'rtaq deb qaraymiz, aqlli nishon o'rtaq, lekin shu nishonni tushunish, shu nishonni amalga oshirish yo'llari, izlanish yo'llari hammasi chizlango. Bu Uyg'ur o'yishdan gap, nimishqa mushkun gap, Uyg'urlar shunchalik chizlango bo'lib ketganda shuni ayiraman. To'xtamay o'ylayman. Birinchidan bizda shuhratparastlik bakchi bor, chidamaslik bakchi, mumkin shu tarbiyaga shu uniki bu mayda qapoq qatilimizdan azdirishi u bor. Har xillarni qisqa qilib uni chechlango qilib changlashtirish u bor. Unki eski musulmonlarning ideyini o'zgartib qilish bor. Biz shu mangu shu kommunizmning, sotsializmning shu eski musulmonlarning quli bo'lib, dinning quli bo'lib o'takdandoq. Qaysi bir mazmunda bir deyishib ketgan gaplar bor. Ilqi din bilan millatni armaydigan ekan. Din boshqa, millat boshqa. Din degan har xillari yalnız dinlar bor, millat har xillari bor, lekin bir millat irq degan odamning bizning salohiyatimiz go. Din degan e'tiqod. Ham din degan kim borliq kelgan go. Har xil dinlar bor go. Bütün har xil dinlar bor, o'zgarib keldi, taraqqib keldi. Ba'zi o'zgarmay shu payt qaloq. Ba'zilari ishtaq chaqab demaymiz go. Menim shunda tilab aqaratlab tahdid qilgan bor. Ochim gap nima qila olaydan deb ketdim. Shunda ochim gap ketdi, haq imqa meni nima qila olaydan deb. Bir-birimizga o'tida biz yetida tilimiz. Demakchi nima? Shu millat degan biz millat başdimi, musulmonlik bo'lish başdimi? Ma kommunizm solchi polpishlar bo'lish kerakmi degandek shunda chiq narsalar bor. Mushlarning hammasi unki mana chiqib chiqdi. Mushlarning hammasi Uyg'urlarni buzotdi. Chichib butun dunyoga. Ash ideya. Shu ash ideyalarni qanday qila olamiz, qanday qilib ocha olamiz? Gapni degim bor, lekin hozir 40 necha minutlar ketdi. Keyingi mazmundaday gapning qisqasi zehn ichish eng muhim. Zehn ichilmoqcha biz hech qanday ish qila olmadikmiz.
qılamaymiz aniqla. Zehn ichish kerak. Zehnimiz ichilsa, masalani ko'rib yetalaymiz. Ko'rib yetalgan vaqtimizda to'g'ri yolg'onni, to'g'ri xatoni yolg'on, rost yolg'on aralaymiz. Shundoq shu bosqich o'tay ketgan chaqda, undan keyin asli men xato qilibman. Xato qilibman. Xato his qilibman. deb o'zimizning xatoligini mumkin xato yo'lda men o'tman, bu ishlarni qilman degan xatolikni ko'rib yetalgan vaqtimizda ondan ko'rib yetish bosqichida o'talgan vaqtimizda ondan endi men xato qilgan to'g'ri yo'lni topay deb to'g'ri yo'lni izlaymiz shunda. Zehn o'chgandan keyin to'g'ri xatoni yolg'on, haqni orayolgan zehn bo'lganda ondan keyin biz chiqish yo'lini topa oldik. Undan keyin bizga hammamizga shu chiqish yo'li bir. Shu joyda birliklalaydik, chunki mening o'ylig'imda shu bu birlik yo'qdan shunda ichida yuraklarım shuni og'riydi. Shu birlikning yo'qligidan faqat bir ishga amal bor deb o'ylaydim. Birisi shu Trump o'xshash dahshat Bayden birisi chiqib yoki Elon Musk o'xshash dahshat Bayden birisi chiqib qo'llag'uvchilarni to'plab chiqsa yoki Mark Rubio o'xshash esil siyosatchidan birisi chiqsa. Ama President Trump'ga baylanmaz dehşet aqlli odamga siyosatmi bek chiqmadi. Ondan keyin bu isil deganim sabab shunda qilayotgan namoyish qilmoqda haqorat qila oladi shunda kishilar ko'chadilar. Bizlar qanday haqoratlar bo'lib ketdi, uni qahaqlar. Dehşet haqoratlar chiqib, ashunga chidab, chunki erkin so'zish huquqi bo'lganligida. Isilqa shu. Aşı har bir gap so'z, har bir qilgan mushar qapoq sarang so'zlarning qilqiri, bir Xitoy qapoqsini qanday qotadi ekan. Iran bir qapoqsini qotadi. Davlatning isliqida. Shuni ashta bir odamlar chiqsa, undan keyin haqla agishib, ashla o'limda qo'rqmaydi odamlar shu agishib bir ish vujud chiqadi deb o'ylayman. Lekin unda odamlarning chiqish uchun yana oila tarbiyasi ketadi ekan, jamiyat tarbiyasi ketadi shunaqa. Zehn ketadi. Ular uchun yana mushtaq mazmunlar ishlab o'tiribdik mana. Balalarni yaxshi tarbiyalaylik, qanday qilsak yaxshi tarbiyalaymiz. Unga zehnlarni ichishni qanday qilamiz, yoshlarni to'g'ri yo'lga kelish uchun qanday qilamiz degandek. Mushtaq mazmunlar ishlab o'tirdik mana. Chunki men o'ylaymanki, mayli mushta qiyra xotun barisha ayol bo'lib kelsammi, men mazlum yoki u bo'lib kelsammi, menda vijdon ba'ziroq bo'lsin, chunki men to'xtamay o'ylayman shuni. Qanday qilsak xalqimiz birlikni shakllantiramiz deb o'ylayman. Hech bo'lmaganda qanday hurmatni, qanday o'zra suhbatlashalaydigan undaq adab axloq bilan, kamtarlik bilan, ig'ir xisqlik bilan hey, sizning xato. Gaplarimdan ranjimang. Mening bunda gaplarim. Gapirim qattiq kelsa to'g'ri shuning, lekin mening asoslarim. Sizga nima xato deb qarayman, chunki bunda deydigan nashta ish bo'lmaganda shu vaziyatni vujudga keltira olsak, balkim shu bir ish bo'lib qoldi, shu vaziyatni keltira olsak, ondan xalqimiz bir-birimizga obdan suhbatlashib, bir-birimizni o'rganib, bir-birimizni tunib, bir-birimizdagi xatolarni arab, unga analizlarni qilib, voqeliklarni rossiyaga bo'lgan to'g'ri analizlarni qilib, gapimiz bir yerdan chiqib, aqlli yo'lni topa olganchada yig'latdik biz. Gaplarim bak taqqa chiqadi, chunki bu haqiqiy mening hasliqim. Naq maydon hech nima yozmadim. Asosiy mazmunini bildinglar. Shuni qartamiz chiqdi. Shu gaplarim taqqa bo'lib kelsa to'g'ri shunlar. Ammo men ishnimanki, uyg'ur tilini bildigan har qanday odam gaplarimni tushunib qarayman. Endi shu men 49 minut bo'lib ketdi. Men to'xtay ko'ringlar yo'q o'smi? Meniki YouTube kanalimda mazmunlarimni eslab qarayman, chunki lo'q. Ko'ringlar aran 70-80 yoshda odamga, lekin hech qisi yo'q. Yana YouTube'ga yana mushta bir uyg'urcha mazmunni birini qo'shdim. Kichikdan to'pam qo'shildi. Shunga men rozi. Shunga bir yerda to'xtay.
asosiy mazmun bugungi taqi-tuqi mazmunlarning asosiy negizi shu birlik, adab axloq, zehni ichish, ajdodlarga yuz kelish, Uyg'ur yanama yuz kelish. Ashuna bo'lganchada ondan keyin bir ish chiqdi bo'lmasa yo'q. Shunga oxir deydiganim, xalqimiz bir-birimizni kechirtaylik. Bir-birimizga adab axloqlar muomala qilaylik. Gap so'zlar bo'lsa, hurmat qilaylik, qilmasaqmi, tilga qarachib ketmay, to'g'ri yo'sinda seviyalik, suhbatlashlik, bir-birimizni qo'llaylik, bir-birimizni so'rab tataylik, hammamiz Uyg'ur. Bir-birimizni qiyinchilik bo'lsa yordam qilaylik. Baxaplab ketmaylik, bir ish bo'lsa ko'nglimiz tegib qolsak. Gap so'zimizga bek diqqat qilaylik. Men ishtima u mening ko'z qarashimda ham ashtadan anglagan, lekin men ishtima shu ko'z qarashimga ham anglagan. Deydilar Xudoyim har bir tomchi qonni har bir tomchi qonning so'rg'i bo'ldi. Har bir tomchi yoshni sanıldı, so'rg'i bo'ldi. Shunga bir-birimizga azab bermaylik. Birlik keladigan bu hayotda bir-birimizga so'qishib, tilashib, haqorat qilib, azar berib, hatto birimizni tahdid qilib, hatto birimizni o'ldirib bo'g'ishib ketmaylik. Faqat birlik bo'lmasa hech bo'lmaganda adab bilan parangisli tilimizni yo'qotmaylik. Chaqchaqib qo'y kitoblarimni yilinglar. Nachar iftixor iqimiga yo'q deylik. Üzül kesel nachar o xata o. İşki cinsden artıq cins yok. Onun için islerle ayarlam şu. Ayarlarımızda balarımızı qoğdaylı bar gücümüzle. Xudoyim ayalını bu ayak astı olsun, qulu olsun ernan deb ayak astını yaratmagan. Sönkünü yaratqango köpeytip çıksını cüp qılıp tang yandaş qılıp yaratqan. Hürmet bolsun. Bir-birimizni nim qilayli. Yensam men shu zerikib ketdinglar aqchan. Lekin asas maqsad shu. Asas mazmun shu bugungi. Dasman to'xtay. Mazmun yaxshi ko'rgan bo'lsangiz yo'llab qo'yasiz. Deydan gapiranglar bo'lsa, shem ilaqi qarshi turgan gapiranglar bo'lsa, inkas qoldirasizlar. Adab bilan tilab tushib ketmay yoki sen andaq kelsa mandaq kelsa demay, ma gapangiz mandaq ekan to'q, men mandaq qarayman yoki bo'lmasa a gapangiz xato ekan, ma bu to'g'ri deb qo'yinglar. Shuning qarta adab bilan suhbatlashinglar. Buldimsa Xudoyim omonat.